Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdon, opa singil, aka uka, xola amma tog'a, hammanglar salomatmisizlar? Inshaalloh biz 2025-yilning 21-noyabr kuniga qilgan umrachilarimizni inshaalloh bugun kuzatdik. Bizga qilgan ishonchinglarni inshaalloh bundan ham zo'r yangiliklarni olib chiqib sizlarga taqdim qilishga inshaalloh harakat qilamiz. Inshaalloh shu yaqin kunlarda Jazira Travel umra kompaniyasi bilan franshizasini olyapmiz. Inshaalloh biz sizlarga onlayn orqali biletlarni ham olib berishimiz mumkin bo'lib qoladi. Shu yaqin kunlarda inshaalloh biz yangiliklarni sizlarga chiqaramiz xudo xolasa. Bugungi jamoatimiz o'ta ham chiroyli tarzda ularni kuzatib, ularni aeroportdan jo'natib, inshaalloh chiroyli suratda ketishdi. Bundan keyingi jamoatlarni ham xudo xohlasa shu yaqin kunlarda chiqarishga harakat qilamiz. Bizga qilgan ishonchinglar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Xudo xohlasa ishonchinglarni oqlaymiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bir aytadi, taqirli ishim o'ng'ol bo'lib deydi. Anda umraga bor dedi. Anken kim umraga borgan bo'lsa hech qachon gediy bo'lmaydi turadi odamlar. Hadisda hech qachon gediy bo'lmaydi degan nima bor. Oşon sen Özbek bilen neme tuğanlar, Dungan tuğanlar jalan ele umrada жүрөт. Qachon sonunca şoň olup ketken. Emне үчүн анткенler bilet ilgertен. Biz bolsa ömür boyu kapitетебиз дагы анан кийин эмне кылабыз дейсиңер? Кире бериш курабыз да. Бут чечме куруп кете бересиң. Бут чечме. Жалаң эле бут чечме кылат. Акыркы комментарий эч ким билбейт уже.